Kuzu go'shtlarning kilo qancha? Kuzu go'shti 370 be. 370 afg'oni. 370 yani $3, $3'mış. 4 yaklaşık. Ha, o'jay go'shti qanday soni? 340 be, narxi shorib oldi. 340. 70, o'jay 340. Ha, o'jay biroz kuzudan arzonroq ekan-da. Men Mustafaqul qassob. Man qo'ydan bo'ladi. An qo'ydan ol. An qo'y qassoblar. An qo'ydan ol. Qanday olmardim? Bozorda odatda bo'laman. Dunyo shikor yo'q, bekor mardim. Yo'q, go'sht qimmat. Go'sht qimmat deysiz-a? Ro'zona belgisi ham bu tuychi bo'yicha kelsa ko'proq ketadi, bu bo'lachi olaygan kam maraka olmasa. Misol beraman, necha kilo deysiz? Misolini 20 kilo, 30 kilo shunday. Ha, va. Mardiman, go'shtlarni ko'p yaxshi xohlaydilar. O'sha qo'zi yaxshi qo'zilarni go'shti, yaxshi mayda o'jayni go'shti bo'lsa, mayda qo'zini go'shti bo'lsa yaxshi bo'ladi mardim. O'jayni va qo'zini. Va, yaxshi o'jay, yaxshi qo'zini. Go'shti bo'ldi. Xo'p. Ko'p yaxshi. O'jaylarning qiymatini qanchadan olasizlar? O'jaylarga 30 ming, 35 ming, 40 ming, 50 minggacha bor. Xo'p, ko'p yaxshi. Semiz bo'ladi. Say. Unda bir 15 sirlik bo'ladimi-ki, 20 sirlik qancha go'sht, ya'ni bu o'jayni xalos qilib berasiz? 300 ta. Bizning shu suyni 40 kilo keldi, 2 kunda 3 kunda ketadi. Xo'p, 300 ta. 140 kilo. Ko'p yaxshi. Tashakkurlar. Tamam dunyoga ketadi, Qirg'iziston emas, Turkiya. Va shunday bachalar. Hadi kuş kere. Bu so'yani bu o'jay go'shtimi deyman? O'jay bu. Anqoyda qaysini ko'p qolib oladi? O'jaymi, qo'yinmi? O'jayni qo'zini yaxshi biladi. O'jay qilgini xo'p. Tivam sotamilar? Tivam sotadi. Shura toplan tivamni? Topla tivam. Xo'p. Xo'sh, siz ham bir gapiraversangiz. Bir tez o'sha gapni. Mana o'jay mana unda oldi. Akasini Otam Amirulaman, otam Abdurayim, viloyati Pora Ulusvoli Anqo'ydanman. Shunda go'sht sotib o'tiramiz. Go'sht sotasan, ha? Ha. Qancha yildan beri qassoblik qilasan? Mas 2 yildan beri qassoblik etamiz shunda. 2 yildan beri. Ha. Ko'p yaxshi. Sen qay go'sht o'lchamoqni, sotmoqni bilasan, ha? Ha, bilamiz. Ko'p yaxshi. Qanday qo'y so'ymoqni ham bilasanmi? Bilamiz, inshaalloh baqa. Bilarsan, ha? Ha, so'y bilamiz. Qanday o'jay qanday? O'jay og'irroq chiqdi. O'jay og'irroq. Ha. Inshaalloh 2 yil sonra nima qilarsan?
Bu sotib o'tirgan zoting nima? Bu charvi bu. Bu charvo. Ha. Charvo nima qiladilar? Nima uchun? Charvi masalan alvoy sovunni oladilar. O, alvoy savuni ya. Ha. Pichak bo'ladi, alvoy sovun bo'ladi. Aha. Çok yaxshi. Maktabga borasanmi? Maktabga boramiz, inshaalloh xalos etdik maktabni. Xo'p, imtihonlar xalos bo'lishini. Ha, bir yil bo'ldi xalos etganim men maktabni. Maktabni xalos qilaman. Ha. Pichanni. Dozani xalos etdik. Yo'q, Ha. yoshing kichkina ko'rinadi-ku. Ha, yoshimiz kichkina ko'rana parshino deydi. Ha. Maktabni xalos qilding 12. Ha, maktabni. Lisani. Ha. Qaysi maktabdan xalos qilding? Qo'zibobodan. Qozibomuroddan. Ha. Maktabni xalos qildim deya, Qontuga ketganing yo'qmi? Yo, Pantiga ketamiz o'g'lim. Ko'zingga surmoq qilsanasan? Ha? Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim. Meni atim Ramonberdi qassob. Ulusvoliy Faryobdan, Ulug' viloyat Faryobdan, Ulusvoliy Anxoydan. Mana shu qassobni yetib o'ltiribmiz. Qanday bozorlar qanday? Bozorlar mana bo'ladi, nisbatan avvalgida emas. 50% emas pullar. Mardimda, bal, mardimda oid yo'q. Go'sht istifoda qilmaydi. Yo, pul bo'lmasa nerdan istifoda etsin? Pul yo'q, mardimda oid yo'q. Zamin kishitmanimda avvalamda bir tuz emas, yog'may o'ltiribdi. Shuni bo'lib to'xtab qo'ysin. Qancha kilo go'sht chiqarib sotib olasiz? Ro'zona masalan avval 150 kilo sotarlar, bir 30 kilo ham ketmaydi. Ha. Avash. Go'shtmi? Pul go'sht sotasiz. O'jay go'sht sotaman men. O'jay qo'zi go'sht sotaman avval. Unda mardimda iqtisodiylar pullarni qo'sharman. Go'sht olmoni qo'yish bilan mardim o'sha nonni xushni topsam katta gap, go'shtga bebakul mardim yoddan chiqqan. Shu nonni xush topishda ham xeyla mushkul. Xo'p. Ko'proq bu Anxoyda qaysi mollar ko'p sotiladi, ko'proq so'yiladi? Qo'zi o'jay. Quzi o'ja ikkovi. So'ra bormi yo'qmi ekan? Kerak nafar olayotgan nafar oladi-ya. Ha, davoy shaklda. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Anxoyda tiva so'yilayotgandi demang. Tivani go'sht qanday so'ra? 300 arzonroq ekanda. Ha, eng arzon go'sht tivani go'shti. Ha, ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Sog' bo'ling. Anani baxsha nimasi deysiz, aytib bering, siz kelib to'xtadi. Boshqa gap yo'q, shu pul yo'qmadimda deb pul yo'q. Pul yo'q deysiz. So'ra mana ko'rdingiz kabi bir qancha ro'zdan beri yomg'ir yog'adi, havolar yaxshi. Bu go'shtga nima narxiga tafovut keladimi? Narxga tafovutni qilib bermayman o'jakka. Xo'p. Ha. Ya'ni qo'ylar masalan demanki, qo'ylar shoyat yomg'ir yog'sa ko'p qiymat bo'lsa, so'ra sizlarga nuqs qilayotganda qiymat bo'lsa. Mana shu ro'jada 1100 Say. Tashakkurlar, agar yana baxsham aytsangiz bo'lsa aytib bilasiz. Ha, tashakkurlar. Akasiz to'xtabdi. Akasiz qancha qo'yin so'yasiz ro'zona? Qo'y. Bizda o'jay so'yamiz aka, qo'yman ham selar so'yadi. Xo'p, siz o'jay. Bir dona o'jay sotib bilasizmi ro'zona? Har bozor ro'zlari. Bir dona o'jay akajon 2 kunda, 3 kunda ketadi. Shu bilan bozorlar mazasi yo'q. Mana mardimda g'aribkorlik yo'q, ish yo'q. Mardim bekor 2 kunda, 3 kunda ketadi. Xo'p, 300 da, ha?